Umra ibodatini bajarib qaytgandan keyin bizda ko'pchilik o'sha ehson berib, uyida bir tadbir qilishga harakat qiladi. Mana shu holatda shariatimiz nima tavsiya qilinadi? Shariatimizda ulamolarimiz nima deydi? Shu borada Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayh Hindiston ulamolaridan yaqin o'sha 20-asrda o'tgan ulamolardan hisoblanadi. Juda katta zabardast olim, 1,5 ming kitob o'sha ta'lif qilgan, yozgan, 1 milliondan ziyod shogirdlari bo'lgan. O'shandan 1 milliondan ziyod shogirdi bo'lsa, mingdan ziyodi avliyolik darajasiga chiqqan. Mana shu ulug' zotni bir gapi bor: kim hajga yoki umraga borib kelgandan keyin o'shani shukronasiga o'sha ehson qiladigan bo'lsa, bu joiz emas dedi. Nima uchun desa, chunki boshqalarni mana shu ibodatni bajarishidan to'sadi bu dedi. Ya'ni siz umra ibodatini bajarish uchun deylik $1,5 ming atrofida sarf xarajat qilsangiz, kelib ehson berishingizga yana kamida $500,000 ketadi. Mana shu ikkisini hisoblasak $2,5 ming bo'lmaguncha umra ibodatini qilib bo'lmas ekan degan tushuncha hosil bo'lishi mumkin insonlarda. Shuning uchun bu joiz emas dedi. Agar siz umra ibodatini bajarib kelgandan keyin uyda o'tirasiz, hech kimni chaqirmaysiz, lekin sizni yo'qlab kelsa bir odam, uni o'sha mehmon sifatida e'zozlab xizmatini qilasiz, lekin alohida o'sha to'yxonada yoki boshqa joyda dabdaba yoki boshqa holatlar bilan ehson qilishga harakat qilish joiz emas, savob keltirmaydi deb aytiladi. Undan ko'ra siz agar savob olmoqchi bo'lsangiz, ehson qilmoqchi bo'lsangiz, buni umraga bog'lamasdan qilsangiz ham bo'ladi. Yoki katta bir mablag'ingiz bor, deylik $1,000, $2,000 mablag'ingiz bor, kimnidir o'qishiga, kimnidir o'sha bir muhtoj bo'lib turgan joyga shunday bersangiz, siz uchun kattaroq va ko'proq fazilat, ko'proq manfaat keltiradi. Shunday ekan, agar odamlar nima deydi? Bu qurumsoq ekan, bu bermaydi ekan, bu deb aytadi ekan, deb odamlarni gapiga kirib qoladigan bo'lsangiz, bunda siz odamlarni gapi uchun qilganligingiz sababidan sizga hech qanday manfaat bo'lmaydi. Shuning uchun odamlarni gapi, odamlarni o'sha e'tibori emas, Alloh nima deydi? Allohni bu ishdagi hukmi nima deb qarasangiz, o'sha talbiya aytgandan ham la sharika lak deb aytdingiz, ya'ni shariking yo'q deb aytdingiz. Shuning uchun boshqalarni emas, Allohni e'tiborini, Allohni rizosini qozonishni, uni rozi qilishni payida harakatida bo'lishingiz shart va zarur hisoblanadi. Bundan boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishlik, bu sizni o'zingiz ixtiyoringizdagi ish hisoblanadi. Siz shariatga amal qilasizmi, amal qilmaysizmi, bu har kimning o'zini ishi hisoblanadi.